Assalomu alaykum xalqim, yurtdoshlarim, azizlarim. Men mana bugun o'zimga keldim. Hammasi yaxshi. Men uchun duo qilganlar Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Men o'zimni yaxshi his qilyapman. Oldingidek kulib gaplashyapman. Hammaga assalomu alaykum. Avvalo Navro'z bayramlaring bilan. Bugun juda ham zo'r kun. Oyog'i ro'ming, bizdan baxtli inson yo'q. Uyg'onish bilan Sabrina meni so'ragan ekan, men euforiyaga o'tib keldim hozirlikka. Все хорошо. Kim bilan so'rayotgan bo'lsa, bot ko'rib olinglar. Все идеально. Assalomu alaykum xalqim, yurtdoshlarim. Hammalaringni Navro'z ayyomi bilan tabriklayman. Allohga shukr, mana qizim sog' salomat. Sizlarni duolaring xalqim, hammalaring duolaring bunga yordam bo'ldi. Allohning nazari tushgan ekan. Yana bir bor sizlarga kattakon rahmat. Taldimi? Evet. Şöyle bir açalım. Gülmen artık kes, aç. 6 soatdan beri davom etyapti. Nimaga bunaqa uzoq deb so'rasanglar, ortopedlar chiqishdi, urolog chiqdilar, men ulardan darrov so'rab oldim. Ortopedimiz aytdilarki, orqada o'sha avariya paytida singan suyakka umuman tegilmagan va u qish holatda bitgan. Shu sababli tos suyagi ham qiyshayib yotuvdi. Uni boshqatdan sindirishgan va u joyini boshqatdan birlashtirishgan. Somniga kirdim, operatsiya davom etyapti. Hammasi yaxshi deyishdi. Yoniga borish menga mumkin emas, o'shancha uzoq joyda turib. Urolog doktorimiz aytibdilarki, o'sha oldindagi suyaklar singan-ku, suyaklar hammasi peshob xaltasiga yopishib qolgan. O'shani men ajratib berdim deyaptilar. Hozir operatsiya orqa taraf davom etyapti, birlashtirishyapti. Uni birlashtirib bo'lgandan keyin men kiraman deyaptilar. Peshob xaltasini yana olib tepaga tortib beraman deyaptilar. Koyduk, bir de vida attık. Burada plak ve vida var. Şu an arkadaki yanlış çıkarılmış kırığı yeniden kırıp düzelttik. Şu an orası çok güzel yerine oturdu. İstediğimiz gibi oldu. O çok güzel. Şimdi öndeki platinleri sökmüştük. Şimdi hastayı tekrar ters çevirip ön tarafa platin koyup kapatacağız. Operatsiya nimaga uzun vaqt operatsiyaning vaqti nimaga uzun vaqt davom etyapti? Sababi orqa tarafda singan joy bor edi, esingizda bo'lsa, o'sha singan joy mana bunaqa bu holatda bitib qolgan. Uni boshqatdan o'sha joydan yana boshqatdan sindirishgan. Etni ochib, to'g'irlab, etga temirlar, linklar joylashtirishgan. Endi hozir yana oldi tarafga o'girishadi. Keyin oldi tarafga o'girib, oldi tarafdagi kamchiliklarni to'g'irlashadi. Etga ham uzun temir qo'yiladi. Doktorimiz hozir chiqdilar operatsiyadan, yana qaytib kirib ketadilar sal bir pas turib. Evet. Hozir urologlarning ishi bor. Teşekkür ederim. Bizim kahraman hocalarımız sabahtan beri kaç saat sürdü ameliyat? Mehmet hocam kaç saat sürdü? Ro'zalaringiz qabul. Mikrokirurg 7 saat. Ahmet hocam, Deniz hocamız. Ellerinize sağlık. Hamma yig'layapti. Operatsiya tugadi. Mana oyog'ini ko'rsataman sizlarga. Oyog'i teng. Men bu oyoq sal buralib turibdi, chunki o'rganib qolgan oldingidagi buralib turishga. Bunga ertadan mashq qila boshlaymiz. O'zi mana uxlab yotdi. Supermanlik chiqdi, ura! Больницаga olib kirib ketishdi operatsiyaga. Endi pulini to'lagani Yulduz opa bilan Mohina kassaga borib to'laymiz desa, Ozod opa to'lab qo'yibdi o'sha hamma operatsiyani. Shok просто mol. Biz şoktamiz. Şoktamiz. Rahmat kattakon. Вообще bu şoki hozir. Katta rahmat Ozodajon, singlim. Ozod opa hamma yoq to'lab qo'yibdi. Polni больницада yotishiyu, reabilitatsiyalariyu, operatsiyayu, hamma yo'g'ini odamini jo'natib, Ozod opaga Ozod opa to'lab qo'yibdi. Ozod opaga telefon qilib, ayt, bir og'iz aytmadingizmi to'lab qo'ydingiz desam, surpriz bo'lsin dedim. Sog'ayib ketsin, duodamiz deydi. Ro'za Ramazon kunlari juda ham zo'r ish qildingiz Ozod opa. Katta rahmat. Biz hali ham shokdamiz. Şoktamiz. Rahmat kattakon. Вообще bu şoki hozir. Katta rahmat Ozodajon, singlim. Kam bo'lmang.
Iloyim martabalaringiz bundan-da Qo'llavorganingizga ming rahmat. rahmat sizga. Ben va'da berganman boshidan. Haligi men oxirigacha turaman. Просто sal tushunmovchilik bo'lgan. Unda aytdimki sizga. Mayli, hammasini Biz oyoqqa turib ketsin. Saming glavniy mana Xudoga shukr hammasi yengil kechdi, yaxshi vrach topildi. nasib bo'lsa yaxshi kunlarga ko'rishaylik. Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Sog' salomat bag'rimga kelsin, kullibgina. Hammasi yaxshi bo'ladi. Xudo xohlasa duo qilib turing. Hammaga rahmat. Rahmat. Yana bir marta rahmat sizga. Ishtirok etganlarga. San hozir operatsionga olishadi, где-то 1 soatcha tayyorlashadi. Keyin doktorlar kelishadi, xo'p? Nimaga yotibman deb hayron bo'lmagin. Sabrina, Etga kiromaysizlar. Mohina onasi представитель mendan so'rashyapti, siz bilarmidingiz? Siz bilganmidingiz? Siz bilodingizmi? deydi. Yo'q, men bilmagandim. Biz ham bilmagandik, shokdamiz deydi. Боже мой, я просто эйфории. Shuncha biling, боже мой, вот judayam xursandman. Shunaqa narsalar meni atrofimda bo'layotganidan ozdopa prям shok qildingiz hammani. Sabrina Cabbaro'nun ameliyat ve tedavi ücreti $15.100'dır. Geldiler, ödemeyi